Bu galgi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Telegram Premiumni xohlagan mobil telefonimizda qanday sotib olishni o'rganib chiqamiz. Buning uchun telefonimizdan Google Chrome'ga kirib olamiz. Meni brauzerimda tayyor o'yin ochilgani uchun men sizlarga hozir boshqatda yozib ko'rsataman. Buning uchun tepa yuqoriga webtelegram.org deb yozamiz. Yangi sahifamiz ochilgandan keyin telefon raqamlarimizni kiritamiz. Telefon raqamimizni tasdiqlab bo'lganimizdan so'ng search bo'limidan Premium bot deb yozib turib, Premium botimizni qidirib topamiz. Start tugmachasini bosganimizdan so'ng zaplatit bo'limi ochiladi. U yerda barcha summalarni yozgan 35990 so'mni yozib qo'ygan. Bu yerda shu o'yin ochilgandan keyin Visa kartamiz bo'lsa, Visa kartamizni kiritamiz. Agar oldin kiritilgan bo'lsa, xohlang iPhone'da bo'lsa, xohlang Android bo'lsin, Face ID turib oldingi Visa karta raqamimizni kiritamiz. Agar yangi bo'lsangiz, Visa kartani boshqadan to'ldirib chiqamiz. Kart nomeriga Visa karta raqamimizni yozamiz, empty dataga amal qilish muddatini yozamiz, CSV kodiga esa Visa kartamizni 3 ta raqamli CSV kodini kiritamiz. Karta raqamlarimizni to'ldirib bo'lgandan so'ng checkoutga bosamiz, va bu yerda zagruzka qilib turib, shu oynaga yana qaytarib jo'natadi bizni. Bu yerda biz ham qo'yib turib, pay tugmachasini bosib turib, barcha amallarga rozi ekanligimizni bildiramiz. Bu yerda ozgina zagruzka qilindi va complete payment oynasi ochilgandan so'ng birozgina zagruzka qilish mumkin. Bu yerda sizning oynangiz va bu yerda Visa kartamizda biriktirilgan telefon raqamimizga kod boradi. Kodni kiritib bo'lganimizdan so'ng bizda to'lov jarayoni muvaffaqiyatli yakunlangani haqida complete payment deb yozuv chiqadi. Biz Telegram Premiumimizga kiramiz. Bizda hammasi tayyor, все готов. Endi biz Telegram Premium foydalanuvchimiz. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta videoni like dan bosib turib, izohlarda fikringizni yozib qoldiring.